Bugun sizlar bilan algebraning eng muhim qismi bo'lgan bir xatlar mavzusini eng oson usulda o'rganamiz. Demak, boshladik. Assalomu alaykum, men Orziyev Ismoil. Bugun sizlar bilan algebraning eng muhim qismi bo'lgan bir xatlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Ya'ni, o'zi bir xat nima? Bir xat bu faqat harf va sonlarning ko'paytmasidan tashkil topgan algebrik ifoda. Ya'ni 7ab minus 5mn yoki minus 6z kvadrat. Mana shu ko'rinishdagi ifodalarning hammasi bir xatlar bo'ladi. Ya'ni bir xatlar ustida amallar bor. Shularni ko'rib chiqamiz. Ya'ni darajaga ko'tarish, ko'paytirish, bo'lish amallari bor. Shularni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda bir xatlarni ko'paytirishni ko'ramiz. Minus ab ko'paygan a 2a b kub desak, mana a ni a ga, b ni b ga ko'paytiramiz. Demak, ko'paytirsak hech qanday son bo'lmagani uchun 2 ni o'zi bo'ladi va ishorani ham o'zi. Demak, a ning kvadrati a ni a ga ko'paytirsak, b ni b kubga ko'paytirsak, b ni 4-si bo'ladi. Ya'ni mana shu ko'rinishdagi bir xatlar bo'ladi. Ya'ni bu bir xatlarning ko'paytmasiga doir misollar. Yana bir misol ko'ramiz. Minus 9s kvadrat z ko'paygan minusdan 6 s5 z kub desak, mana. Demak, 9 kara 6 54. Sonni songa, harfga, ya'ni o'zining o'xshashiga ko'paytiramiz. Agar o'zini o'xshashi bo'lmasa, o'sha harfni o'zini qoldiramiz. Demak, z ni z ga ko'paytiramiz. Demak, 9 kara 6 54, s kvadratni ko'paytirsak s ni 5-siga, s ni 7-si bo'ladi va z ni ko'paytirsak z kubiga, bu z ni 4-darajasi bo'lib qoladi. Bu algebrik ifodalarni, ya'ni ko'p xatlarni bir-biriga ko'paytirishga doir misollar edi. Endi daraja qatnashsa nima qilamiz? Darajali ko'p xatlar kelib qolsa nima qilamiz? Ularni birinchi navbatda darajaga ko'tarib olamiz. Ya'ni 2ab ni kubi ko'paygan minus 4b ni kvadrati turibdi. Demak, buni darajaga ko'tarib olsak, 2 ni kubi 8. Birinchi darajaga ko'tarishimiz kerak, keyin ko'paytirishni bajarishimiz kerak. Sababi shu holatda ko'paytirish mumkin emas. Demak, a ni kubi, b ni kubi 4 ni kvadrat, minus 4 kvadrati 16 ko'paygan b ning kvadrati, s ning kvadrati. Demak, buni ko'paytirsak 8 kara 16 128. A kubni ko'paytiramiz desak, bu tomonda a yo'q ekan, a kubni o'zi bo'ladi. Demak, b kubni ko'paytiramiz b kvadratga, b ni 5-si, s kvadratni o'zi qoladi. Demak, yana shunga doir bitta misolcha kasrligidan ko'ramiz. Demak, 1/3 taqsim 4 x kvadrat ko'paygan y ning kvadrati ko'paygan 4x 5-sini kvadrati. Mana shu ko'rinishdagi misol. Kelinglar bittasiga minus qo'yib qo'yamiz. Mana. Xo'p. Birinchi navbatda buni noto'g'ri kasrga aylantirishimiz kerak. Demak, 4 ga 1 ni ko'paytirib 3 qo'shsak 7 taqsim 4 bo'ladi. X kvadrat y ning kvadrati ko'paygan. Buni birdan darajaga ko'taraman. 16 x ni 5-si. 5 kere 2 10 bo'ladi aytgani. 5 kere 2 bo'ladi. Ko'payadi darajalar. Xuddi shunday buni ham darajaga ko'taramiz. Demak, 7 ning kvadrati 49, 4 kvadrati 16, x kvadrati x4, y kvadrati y kvadrat emas, y ni birinchisi ekan. Demak, ko'paygan 16 x ni 10-si. Demak, shu yerda 16 lar sarf ketadi. Bu teng bo'ladi. Demak, 49 x 4-siga x 10-sini ko'paytirsak, x ni 14-si y kvadrat bo'lib qoladi. Oxirgi javobimiz. Agar darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing,
kanalga obuna bo'ling va keyingi dars qaysi mavzuda bo'lishini izohlarda yozib keting.